Fasadniy klinkerdan o'chog'i ushiljar ekanda. Kargo xizmatin haqsiz jariyaladi. Eng Vichy sort siryodan tayyorlanadi. Noldan. Noldan 100% gacha o'rgatamiz. Hammasini bizda qoliplari mavjud. Noq 4 d qilibsiz-a buni. Shunday. Kirpich duoldan beri chiqib turganda bo'ladi ekan. Buni yengil qo'y. 4 dning qali ushul ekan. 50 xil rang chiqarsa bo'ladi bir qolip olganingizdan keyin. Noldan shu yerda o'zimiz yasaymiz hammasini mana. Obetimiz besplatniy. Klinker laglangan. Oxirgi uchurda Qirg'izistonda klinker chiqaruv biznesi o'ta aktualdi bo'lib qara жатат. Klinker chiqaruga eng birinchi кезекте dal shunday qalblar kerak, bilasizlar-a? Dal ushul qalb bilan klinker quyilib chiqariladi. Bunday qalbni aluu uchun sizlar O'zbekistonga, Andijonga bo'lganda dag'i 50 ga yaqin fasad klinkerini chiqargan o'ta cho'ng showroomi var. Gold Euro Fasad kompaniyasına qayrilsangizlar bo'ladi. Bu kompaniya 50 ga yaqin klinkerдің түрін шығарады екен, бүт қалыптарындағы өздері құяды екен. Ең сапатты қалыптар мына ушул Gold Euro Fasad компаниясында. Бұл компанияның өндіріші, бұл шоурумы Андижан шаарындағы Жахан базардың жанында, чоң жолдың бойында жайгашкан, келүүгө өтө оңой. Эгерде қалып алғаны, клинкер чыгарганды үйрөнгөнү бул жерге келе турган болсоңуздар, жатакана шарттарындагы уюштуруп коюптур. Ушул эле жерде жашап, бул жердеги жумушчулар менен клинкерди кошо куюп, рецепттерин үйрөнүп, анан аягында мына ушул калыптан кайсы формадан канча квадрат, канча даана керек болсо, биротоло 3 күндөн 15 күнгө чейин үйрөнүп туруп алып кетсеңиз болот. Бул компания ыйык Рамазандын, Орозонун урматына бул калыптарды чыгарып, Кыргызстанга жеткирип берүү карго кызматын акысыз жарыялады. Акысыз Кыргызстанга жеткирип берет. Каргого төлөбөйсүздөр, Кыргызстанга барышы бекер. Азыр ушул шоурумда турабыз. Бул шоурумда өтө көп түрү бар экен. Бул жакта мына Ассаламу алейкум. Сайит мырза, Саитжан мырза, биз телефон аркылуу ушул жигит менен байланыштык эле. Азыр мына туз насип кылып, Аллах буйруп, убакыт болуп келип калдык. Ең биринчи ушул калыптардан баштайлы. Shunday. Туура? Bo'ladi, ha. Мына шоурумда бул жакта көрүп турасыздар, текчеде тизилип турат. Түрү көп экен. Shunday. Булардын сапаттуусуз да бар эң сапаттуусун сунуштайт экен, анан сапатсызы дагы бар. Сапатсызы менен сапаттуусун айырмалап алгыла деп мына Сайтжан айтып атат. Ko'rsatib beramiz. Mana bu bizni hozirgi kunda $195 sotilayotgan formamiz, bu $120 sotilayotgan forma. Bu ikkosi ham ishlatilmagan holatda shunday turibdi. Nima farqi bor deb savol bersangiz, bu eng Vichy sort siryodan tayyorlanadi. Bu ikkinchi sort siryodan tayyorlanadigan qolip. Bularda 1 kvadratini $120 beramiz. Bularda $195. Shunday. Bunu $120 1 kvadratini beresiz. Xuddi shunday. Biroq garantiya berasizmi? Bunga garantiya bera olmaymiz. Garantiya bera olmaysiz. Yo'q, shunday. Ikkinchi sort siryodan foydalaniladi bunda. Егер экинчи сорт сырьёдан даярдалса, $120 сизден алсак, гарантия бере албасаңыз, бул эмне болушу мүмкүн? Bu sushilkaga kirganda fasadniy plitkani tayyorlash jarayonida xona sushilka 70 gradus issiqga chiqadi. Shunda o'zini formasini yo'qotishi mumkin va bu rezina yirtilish ehtimoli bor. Tarkibida kauchuk oz bunda. Bu chekesi mындай kengeyip ketişi mümkün eken da. Shunday. Ana jırtılışı mümkün. Oşoning uchun bu sapatsiz. Ana garantiya bera olmaymiz. Bera olmaymiz. Lekin bunga 5 yil inshaalloh garantiya beramiz. 10 yil bo'lib ishlatayotgan qoliplarimiz ham bor hozirgi kunda biz. Buga bir narsa ko'proq qo'shiladi. Shunday, kauchuk ko'p bo'ladi buning tarkibida. Tarkibi degan endi bu sostavi deganda. Shunday. Endi tug'anlarim, mына men O'zbekistonga kelib ko'rsatib atam. Saitjan o'zining o'zbek tilida so'ylab atadi. Men o'zimning Qirg'iz tilimde söylüyor adam. Biroq biz birbirimizni tushunib atamiz. Shunday. Qirg'iz o'zbek bir tug'an, bir el, dinimizde, dilimizde, bazarımızda, mazarımızdagi büt jashobimiz bir. Oşoning uchun biz birbirimizni tushunamiz. Tushunbösöңүздөр men aytib beraman. Shunday. Demek bu sapattuusu. Shunday. Buni qanchadan berib atasiz hozir? Bular $195 dan ob'yomga qarab sunnatga muvofiq narxidan tushib beramiz. Ob'yomiga qarab turib. Masalan $195. $195 1 kvadratini narxi. Siz ob'yomingiz может 30 kvadrat, 40 kvadrat, 50 kvadrat, 100 kvadrat bo'lsa, ob'yomga qarab turib sunnatga muvofiq narxidan tushib beramiz undan ham. $195 dan da tushib beramiz. Tushib beramiz va hozirgi siz aytib o'tgandek Ramazon oyida
Kargoyimiz Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonga inshaalloh besplatniy. Zo'r ekan-da. Mana qarangizlar. Demak, mana O'zbekistondan bu yigitlarchi turganda. O'lkalardan bayrog'i turadi. Demak, siz Qirg'izistonga kargo bekor yetkazasiz. Shunday. Ro'zaning ichida. Ro'zaning ichida ro'zaning ichida zakaz berishsa bo'ldi. Masalan, ro'zadan keyin bo'lib ketib qolishi ham mumkin. Bizga ro'zaning ichida zaklab bersa bo'ldi. Biz yetkazib beramiz inshaalloh. Tojikistonga da bekor yetkazasiz. Qozog'istonga da xibit. Qozog'istonga da. Shunday. Zo'r. Va buni 0 dan 100% gacha fasadniy plitkalarda ishlab chiqarishlikda o'rgatib qo'yamiz. Bu yerda yotoq sharoitlarimiz bor. Siz aytib o'tgandek, barchamiz mana bu yerda siz aytib o'tgandek O'rta Osiyodagi eng katta showroom. Shu yerda o'zida 235 turga yaqin fasadniy plitkani qo'yib qo'yganmiz. Va bularni mana hammasini inshaalloh ishlab chiqarishlikda 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Bo'yoqni qancha gram qo'shish kerak, qanday qo'yish kerak, bitlarni o'rgatasiz. Hammasini inshaalloh besplatniy o'rgatamiz. Только qalb olsa bo'ldi. Qalb olsa inshaalloh o'rgatamiz. Bizga filial olib, bizni brendimiz tanitsa o'zini shahrida. Bizga shu kerak. Inshaalloh. Qirg'izistonda bo'g'achayin klinker, hozir klinker chiqarayotganlar sizlarga kelib yurandi, qanchadan yurib ketdi? Xo'p, Qirg'izistonda juda ham ko'p akalar keldi bizda. Hozirgi kunda Qirg'izistonda 5-6 joyda bizning filiallarimiz mavjud. Qaraqqo'lda, Bishkekda, Jallobodda, O'shda, Batkenda o'zimiz akalar mana shunday plitkalarni chiqarishyapti va 42 tur emas, ularning может 5 turi, 6 turi bor shunday. Kim cho'ngaytirib ochmoqchi bo'lsa, bizning eshiklarimiz doim ochiq. Kelib o'rganib ketsa bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r ekan. Turlarini ko'rsatingchi, bizda uylanib olib Qirg'izistonga borib chiqaraylik. Inshaalloh, bo'ldi mana. Bu yerda облицовочный kirpich mahsulotimiz двухцветный svetda turibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu облицовочный-da? Облицовочный kirpich. Bu plitkalarni biz xohlagan svetida qo'yib beramiz. Insonni xohishiga qarab turib, sizga qaysi rang kerak bo'lsa, o'sha rangni ham chiqarib berishlik faqat Gold Euro fasadda. Qancha tusi bo'ladi? Tusning qancha turi bor? 50 dan oshiq, 50 dan oshiq. 50 dan oshiq. Oblisovkani o'zida mana hozir shu yerda o'zi 3 xil turibdi. Buni har xil qilib qo'ysa bo'ladi. Bularni hammasini o'rgatamiz. Bu yerda kanyon sokol, chaqmoq deb nomlangan toshimiz. Chaqmoq. Bu yerda plitkalar hammasi pardozsiz turibdi. Buni pardozi lak hisoblanadi. Ko'rinishligini chiroyli qilib turadigan narsa buni lak hisoblanadi. Jaltiraydi, chiroyli ko'rinish beradi. Yaxshi. Bu yerda bor ekan, ha? Skolti variantimiz, kombirovniy variantimiz, 3D modellarimiz. 3D. Shunday. Buni. Bularimiz lazerniy variant travertin toshdan tashkil topgan. Oho, sostavida o'sha sizlarda chiqadi travertin tosh. O'sha travertin toshni saxar и muka razmeri bo'ladi, o'shandan tashkil topgan. Shunday. Bularning retseptini hammasini berib o'rgatamiz. O'rgatasiz. Bu-chi? Bu klinker. Biz o'zimiz nemetskiy klinker deb qo'yganmiz. Laklangandan keyin bular sokol ekan, ha? Shunday, travertinoviy sokol bularimiz. Travertinoviy sokol. Tak, dalshi. Buni bu 3D ekan. 3D kanyon sokolniy variantimiz. Har xil svetda mana. Kanyonda o'zini shu yerda 5-6 turi mavjud. Bu klinkerda yana bir turi, mana облицовочныйda yana bir turi. Bu yerda lazerniy variantimiz. Buni kombinirованный. Shunday, xuddi shunday. Eko cho'g keltir. Bunda lazer turmaydi, boshqa svet. Shunday, lazer mramorniy oranjeviy svetda qo'yib berganmiz. Xohishiga qarab, klient xohishiga qarab qo'yib qo'yganmiz bu yerda. Bu yerdagi plitkalarning hammasini odamlar zakaz bergan, o'shalardan ortganini bu yerga ilib, shunday qilib qo'yganmiz. Buni olda bor ekan, bunda qolibi bo'ladi. Rusik, buni ham qolibi bor. Hammasini shu yerda ko'rgan hammasini mana bir chekkadan ko'rsatamiz. Hammasini bizda qoliplari mavjud. Buni kombinirованный ekan. Bunda tegiz kirpich, yana budur kirpich. Bunda aralatib tizganda o'ta yaxshi chiqadi ekanda. Shunday. Mana bu yerda Regal modellarimiz. Fasadniy plitka sohasida bunday bo'lmagan, faqat Gold Euro fasadda. Biri chiqib turadi, biri kirib turadi. Buni qator kirib turadi ekan, bu qator chiqib turadi ekan, ha? Xuddi o'shanday. Regal deb ataladi. Shunday, xuddi shunday. Hozir Qirg'izistonda eng ommalashgan fasadniy plitkalar mana bu tarafda, Ataqul aka. Bular hammasi o'sha Qirg'izistonda bor plitalar. Qirg'izistonda bor plitalar. Misol buni borda bor. Shular bor. Bunalda bor, misol. Shular hammasi bor. Mana paltarashka modelimiz. Paltarashka bor ekan, ha? Shunday. Biri butun kirpich, biri yarim kirpich. Butun kirpich, yarim kirpich. Shaxmatni aralash. Aha. Ustundagi da o'shanday. Xuddi o'shanday. Bunalda bor Qirg'izistonda. Shunda bor.
Birinchi ko'rsatganlarimiz o'shalar hammasi Qirg'izistonda yo'q. Shularni qo'yib ishda boshlasa bo'lishadi, xudo xolasa. Mana sokolda yaxshi-kan, ha? Shunday Faska Sokol mahsulotlarimiz bular. Paska sokol. Tak, dalше. Daha endi жаңылыктарыңыз бар. Мисалы, быйыл 2025 га кандай bir жаңы формаларды ойлап чыгардыңызбы? Мына лазер экен, бардык, а? Bularimiz lazer travertinoviy holatda 3 xil svetda qo'yilgan. Sizlarga yangilik 4D modelini chiqardik. 4D? 4D modeli chiqdi mana bu yerda. Ko'rsangiz 3D dan farqi bu yerda o'zini soyasi, bunga quyosh tushganda soya beriladi va bu siz o'tib ketayotganingizda ko'zingizga boshqacha ko'rinadi, tovlanadi bu. Bu 4D model. Buni yerler o'sha grandlari chiqib boshqacha quyilibdi-ku. Naq 4D qilibsiz, ha, buni? Shunday. 1 2 3 4. Shunday 4D model. Kirpich duvaldan beri chiqib turganda bo'ladi ekan-da, tuğanlar. O'sib chiqib turganda bo'ladi ekan. Bu жаңылык ekan, tuğanlar. Ushunun dag'i qalbini Qolipi bor. O'sha siz qo'lingizga ushlagan qolip 4D da qolip. O'shaning qolipi. Shunday. 4D butun dunyo bo'yicha faqat Gold Eurofasadda. Tulkasizlar. Bitta bizda. Biz o'zimiz noldan jasaymiz buni, formasini, hammasini. Va klassik modelimiz. Bu yil yangilik. Buni oldi boshqacha qo'y, ha? Shunday. Bu klassik modelmi? Klassik model. Bu da yaxshi ekan u. Bularimizni ham hammasini qoliplari bor va bu yil uchun sensatsiya 2025-yilga. Fasadniy plitkada muammo bor, qanday mijozlar, klientlar aytadi, fasadniy plitka og'ir deydi. Va biz bunga mana yechimni qildik, Atakull aka. Ne qildinglar? Biz buni sostavini yangiladik va fasadniy plitkani yengillashtirdik. Oldingi vazni mana. Oldin mana shunday bo'lgan mana. 2 kilogram 927. Shunday. Başka 3 kilogram. Shunday. Buni 12 tasi 1 kvadrat. 12 donasi 1 kvadrat. Shunday. Va mana hozirgi Gold Euro fasadda sostavida chiqayotgan plitka. Bu 2 kilogram 153 chiqadi. Xuddi shunday. O'shanda qancha bir 7-8 kilogram bir o'sidan bu 1 kvadratidan 10 kilogramgacha biz vaznini olib tashladik. Buna yengil qo'y. Shunday. Ko'tarishga ham yengil degan. Ne bu? Beton bilan bo'ladi-ku, beton quyiladi-ku. Shunday. Endi bularning retseptini kelishda o'rgatamiz inshaalloh. Hozir sekretmi? Sekret, paka sekret inshaalloh. Buna shag'alli turadi-ku. Beton. Daha bir narsa qo'shgan o'xshaysizlar, ha? Shunday. Biroq sifati yaxshi bo'ladimi? Sifati bundan da yaxshi bo'ladi. Narxi dag'i bir xil bo'ladi, sotilishi dag'i bir xil, hamma yo'g'i bir xil. Faqat vazni yengil xohlaganlar uchun yengil qilib chiqarib beramiz. Endi yengil bo'lsa, jana ko'p qavatli uylar bor-ku, 10-12 etaj domdor. O'sha domdorning sirtina dag'i mana bo'ladi ekanda, demak. Shunday, bemalol qotirsa bo'ladi. Bemalol. Buni xohlagan turiga qo'yib beramiz biz o'zimizda. Va buni o'rgatib qo'yamiz. Son. Buna showroomdan sizlar ko'rib oldingizlar, ha? Turi o'ta ko'p ekan. Shu yerga kelib uylanib ketsangizlar bo'ladi ekanda. Hozir ham o'sha mana qalblarni quyayotgan sex bor ekan, stanok turida quyat ekan. Qanday quyat? Al yerdan dag'i dalil qatori sizlarga ko'rsatib qo'yadi. Dal o'sha qalbni o'sha yerda quyat ekanda. Shunday, o'zimiz yasaymiz noldan. Yurgizlar. O'shani bor ko'rib olaylik. Undan keyin keyin tiklaymiz. Biz ekranga Gold Euro fasaddan telefon nomerini yozib qo'ydik. WhatsApp ishlaydi. Shunday, WhatsApp ishlaydi, barisi ishlaydi. WhatsApp, Telegram bor ekan tuğanlar. Bu yer ham showroom. Buna cho'ng yo'ldan kirganlar, bu yoqda da o'ndirish, bu yoqda da o'ndirish, ushul qo'rovning ichi bütele şu Gold Euro fasaddan o'ndirish ekanda. Shunday. Tak, kargo Qirg'izistonga jetishi tezele bo'ladimi bunani jetishi? Hozirgi kunda 3 kundan 1 haftagacha yetib boryapti. Bishkekgacha. Bishkekgacha. O'shda o'ziga bo'ladigan bo'lsa 2-3 kun ketyapti. O'sha Bishkekgacha jetkirib berishi bekor bo'ladimi? Bekor bo'ladi. Bekor bo'ladi. Shunday. Qirg'izistonning Liboy tochkasi Atakull aka. Jetkirib berasiz. Shunday. Bu yerda mana de zakaz bir. Zakaz, bular hammasi daim bo'lyapti. Skochda qo'yibsiz-ku? Shunday. Upakovka bo'ldi, uje chiqib ketadi bugun kechga. Bu qayerga? Qirg'izistonga, Qozog'istonga? Bu Tojikistonga. Tojikistonga ketadi. Tojikistonga ketyapti. Yaxshi. Janag'i biz ko'rsatgan 4D ning qalin ushul ekan-da. Shul. 4D ning qalin ushul ekan. Issiq chiqarib turib bugun. Mana bu yerda bizning stanoklar har qanday ob'yomda biz tez fursatda qoplab beramiz. Bundan da hozirgina chiqib tur-a? Hozir issiq. Mana bular mana hozir chiqqanlar mana. Issiq. Mana aka. Hammasi. Ushul qalblar to'g'anda sapatni usul shu yerdan chiqadi ekan-da. Inshaalloh mana. Tak, yaxshi ko'k ele. Bu Siryo buna. Bularimiz Siryo. Siryoni qayerdan olib kelasizlar? O'zbekistondan. Biz O'zbekistonda biz o'zimiz retseptimiz bo'yicha chiqadi bu.
faqatgina Gold Euro Fasadga boshqacha retsept chiqadi bu. Yaxshi retseptda. Yaxshi retseptda. Bizni shefimiz shunday tayinlagan o'sha zavodga, katta zavodga. Bu yerda hozir qolib pishyapti. Buning ichida bor ekanda. Shunday, где-то bir 5 minutda tayyor bo'ladi hozir. 5 minutda tayyor bo'ladi. Shunday. O'zi 25 minutda pishadi. Bitta qolib 25 minutda pishadi. Bu где-то 20 minut bo'lib qoldi hozir. Bunday temir qolib matrisalar, shunday matrisalarda hozirgi kunda Gold Euro Fasadda 42 turi mavjud bu matrisalarda. 42 turi. U degani har bir turdan 50 xil rang chiqarsa bo'ladi bir qolip olganingizdan keyin. Ablisovkadan 1 kvadrat qolip oldingiz, siz 50 xil rang chiqarsangiz bo'ladi. Ablisovkani o'zidan. Shunday. Bularni hammasini o'rgatib qo'yamiz. Bu yoqdachi? Bu yoqda mana ishlar ketyapti. Assalomu alaykum. Ha, buni shunday pishiradi ekanda, xamirni pishirganda qilib, ha? O'zini holatiga keltirib olib, noldan shu yerda o'zimiz yasaymiz-da hammasini mana. Ko'rganingizdek. Ana narsaqa pechkaga solib qo'yadi. Pechkaga solib qo'yadi. Buni stanoklarda bor ekanda. Shunday. Hozirgi kunda har qanday qolipda ob'yomini ham tez fursatda yetkazib beramiz. Kunlik chiqarishimiz 40 kvadratga yaqinlashyapti hozir. Bir kunda 40 kvadratga yaqin qolip chiqaramiz. Bir kunda 40 kvadrat qolib chiqarasiz. Shunday. Maksimalni ishlatsak, bor kuchimizni ishlasak. Tigi fasadni plitkani 350 kvadrat chiqaramiz kunlik. Oho. Shunday. Dadil. Ya o'sha qolib ola turgan bo'lsangizlar, qayrilsangizlar bo'ladi ekan. Telefon nomerini yozib qo'ydi. O'sha nomerga chalasizlar. Ana bu yoqda yo'l bo'yindagi ilib qo'ygan jonli reklama. Klinkerlar bor ekan. Ana bu yoqda buna jataqxona shartlari bor dedingiz, ha? Gostinniy xonalarimiz 3 ta bor. Har qancha odam bo'lsa bemalol kelsa bo'ladi. Переживать qilmasa bo'ladi. Biz obedimiz besplatniy. Mana ro'za kunida kelsa, iftorlik, saharlik besplatniy, muammo yo'q. Biz o'zimiz nima yesak birga yeymiz, gaplashib o'tirib, shunday qilamiz. Yaxshi ekan. Shunday. Azomat. Nima? Saychan, yaxshi bola ekansiz, kostyumingiz 5 Alloh razı olsun. Maşallah. Mana bu yerda klinker laglangan. Sizga aytib o'tganimdek, plitkani pardozi lak. Laktab qo'ysangiz. Laklangandan keyin mana shu holat keladi. Buni endi xohlasangiz karchirlab yursangiz ham chiqmaydi buni rangi. Boshqa turaveradi. Shunday. Mana har xil. Tak. Bu Jahon bozoriga yaqin yerdagi cho'ng ko'cha ekan to'g'onlar. Mana bu yoqdagi 400 metrdan keyin bozor keladi bu tarafda. Buna turlari ko'rdingizlar? Bütün o'sha hozirgi showroomda ko'rsatgan klinkerlarni yo'l yoqadagi bunda ko'zga ko'rinib turgan qilib bu yoqqa to'qib tizib Gold Euro Fasad deb yozib ta qo'yib tur. Bu tarafda yangiliklarimiz. Bular ko'cha showroom ekanda. Xuddi shunday. O'tgan odamlarga informatsiya. 4D modelimiz. Bu reykaga to'qiladi bilasizlar, ha? Shunday reyka to'qiladi. Ha, buna 4D bu. Bu 4D, ha. Bu yonidagi 3D, 3D oldidagi. Ha, buna 3D. Originali. Bu 3D, bu 4D to'g'ana. Farqini ko'rsa bo'ladi. Qanday ko'rinayotgan? Mana. Yaxshi. Kommentariyaga yozingizlar. Zo'r. Bu yerda mana kambirovinni. Keng 5 tashdan. Yaxshi. Turgo ekan. Shunday. Anda to'g'anlar jiyintiqdaysiz. Videoga so'z turida like bosib, kommentariy yozib, banan fikr qoldirib, tug'an urug', do'st, yo'ldosh ish boshlayman deganlarga sunushlab qo'yingizlar. Andijondan sizlarga xizmat qildik. Gold Euro Fasaddan Ataqul Jalilov. Biz doim sizlar bilan birgamiz inshaalloh. Xizmatingizni qilib turamiz. Ana Saidjonlar bilan doim baylanishda bo'lib tursak, dag'i yangiliklar bo'lsa, o'tirib kelib tatib ko'rsatib turamiz. Xudo xolasa. Baylanishda bo'lib turaylik, ha? Inshaalloh bemalol murojaat qila olasizlar. Fasadni plitkani negizi Gold Euro Fasad kela olasizlar. Inshaalloh. Kutamiz barchalarni. Fasadni klinkerdan o'chog'i ushul yer ekanda. O'chog'i. Qirg'izistonda ko'p janobi klinkerchilardan ushul yerdan o'qib o'rganib, ana bor Qirg'izistondan chiqaryapti. Hozir qarang, Tojikistonda biz ishxonamizdan katta bo'lib ketgan shogirdimiz ham bor. Kunlik 400 kvadrat chiqaryapti. Bemalol chiqarishsa bo'ladi. O'rgatamiz hammasini. Kelinglar. 5 tashdan. Rahmat. Ko'rishguncha, mantra. Ko'rishguncha. Rahmat.